Uzoq paytlardan beri bu gaplarni aytmabman. Telegramdagi Animedia rasmiy kanali taqdim etadi. Kutganingizdek, sezganingizdek. Bilaman, bu joyni o'tkazaverasizlar baribir. Shuni ham gapirib ketavering. Opening boshlanguncha. Shokolad Kupidon animesi davom etadi. Ovoz beradi Lord Asliddin 2099. Shokolad Kupidon. Oltinchi qism. Iltimos 5 daqiqa kutolmaysizmi? Yana ozgina iltimos. Men sizga oldin ham aytdim. Chiqishingizni 5 daqiqa kutira olaman xolos. Agar bu vaqtdan o'tib ketsa, siz bu dasturdan chetlashtirilasiz. Shunday ekan, tayyorgarligingizni ko'ring. Hoy, tezroq boshlang. Odamlar kutib qolishdi. Hammangiz tinchaning.丢手绢儿，轻轻地放在小朋友的后边，大家不要告诉他。 Voy, ovozini yoqimtoyligini. Huahuani chiqishini xohlaymiz. Nega Huahuan chiqmadi? Huahuan qani? Cho'ntagingga kirib ketganmi? Iltimos qilaman 1 daqiqa. Tezroq Huahuani chaqiringlar. Bizga Huahuan kerak. Yo'qol sen sahnadan. Qayerdan chiqding sen? Ko'ramiz, yolg'iz o'zi nima qila olar ekan. Ko'rinib turibdi, hech narsa qila olmaydi. Yo'qol ey! Bezga o'xshab turaverasanmi? Yuzing eshag'ini terisidan bo'lganmi? Iltimos, hammangiz tinchaning. Meni eshiting. Aslida, bu yerga men do'stim uchun keldim. U doimo odamlarni xafa qilmaslikka urinadi. U hech ham kimnidir ko'ngliga ozor berishni xohlamaydi. Bu haqida u hech kimga aytmasdan bularni ichida saqlaydi. Aslida, bu haqida men bugun bildim. U cosplayni yoqtiradi. Boshida biroz bu g'alati tuyuldi. Ammo shuni ayta olamanki, sen cosplay qilganingda juda ham chiroyli ko'rinasan. Qat'iyatli, latofatli va betakror. Tangxuan, qayerdasan? Meni eshityapsanmi? Tangxuan, iltimos bu yoqqa chiq. Oy. Kimdir qulayapti. Tangxuan. Nima bo'lyapti? Bu nimasi? Nimalar bo'lyapti, ey?
Voy, qoyil. Bunday cosplay hali beri bo'lmagan. Kim ham o'ylabdi bunday bo'lib ketishini? Tanxuan, yaxshimisan? Wow! Tomoshabinlarning olqishiga qaraganda, cosplay shouning g'oliblarini aniqlagan ko'rinamiz. Sahnadagilar, Yigitoy va Tanxuanlar g'alaba qozonishdi. Howie kelishgan. Qaniydi uning oldida men bo'lganimda. Nahotki sizlarda sehrgarlik qobiliyati bo'lsa? Hozirgi nima edi? Bu yana qanday sehr? Haligi bu Gapni olib qochma. Yana bittasi to'g'rilandi. Chenhui, nima edi bu? Hoy, sekinroq. Keyinroq tushuntiraman. U sevgilimning sahna ko'rinishini mendan o'g'irladi. Iflos. Seni kechirmayman. Men seni o'ldiraman. Qizlar, biz ana u qizdan qutulmoqchi edik. Lekin buni uddalay olmayapmiz. Ha, yonidagi bola juda ham yaxshi chiqish qildi. Keyingi safar uni o'zimizga o'tirib olamiz. Ha, to'g'ri. Uni jamoamizga qo'shishimiz kerak. Juda kelishgan ekan. Senlar mening sevgilimni o'g'irlamoqchimisiz? Ha? Aybingizni kechirib bo'lmaydi. Charchab ketdim. Qoyilmisan? Biz g'alaba qozondik. Qizlarni kiyim almashtirish xonasida nima qilyapsan? A? Senpai, u yerda mening kiyimlarim qolgan. Yaxshi bo'pti. Ammo birinchi men kiyim almashtiraman. Shoshma. Men shoshyapman. Men birinchi. Yo'q dedim. U yerda mening kiyimim turibdi. Men birinchiman. Hurmatim yo'qmi? Qizlarni hurmat qilish kerak. Qiz bolaga o'xshab kiyintirib qo'yganingda fikrimni so'radingmi? Bu boshqa masala. Qoch. Tanxuan. Behayo. Axir kiyimlarim u yerda. Hey! Iflos, behayo. Bu yerda axir mening hech qanday aybim yo'q. Odamcha, nima bo'ldi? Nima bo'ldi deganing nimasi? Hammasiga sen aybdorsan. Hoy, odamcha, tez kiyimingni kiy. Qiz bolani oldida ham shunday turadimi? Undan ko'ra meni sehr orqali kiyintirib qo'ysang bo'lmasmidi? Uzr so'rayman. Aslida bu qo'limdan kelmaydi emas. Shoshilsam noto'g'ri qilib qo'yaman. Do'stlarim ichida men faqatgina nuqsonli afson qila olaman. Va Dayjobu. Tuzalsang yaxshi bo'lib ketasan. Ikkalamizni ham yalang'och qilib qo'yganingni inobatga olmaganda hammasi joyida. Bizga yordam berganing uchun katta rahmat. odamlarni fikrlash tarzi juda ham g'alati ekan. Howie, A? balki uyga ketarmiz. Voy, dalnabojniy, u haqida unutibman. Tanxuan, men ketyapman. Ketasanmi? Agar ketmoqchi bo'lsang, o'zing ketaver. Tanxuan, bu uchun sen bizdan 2 barobar javob olasan. Unda shu yerda xayrlashamiz. Qiladigan ishlarim bor. Shundaymi, Tanxuan? Unda kel yana bir bor uchrashuvga chiqamiz. Bugungi kun menga juda yoqdi. Ertagacha, Howie. Bu qiz juda ham odobli. Qiziq, Tanxuanga nima bo'ldi ekan?
Tangxuan. Ha, bu yerda nima qilyapsan? Seni kutayotgandim. Senga aytmoqchi bo'lgan gaplarim bor edi. Xo'sh, nima? Menga rahming keldimi? Tangxuan, haligi bugun biznikiga kela olasanmi? Meni uyimga demoqchiman. Meni uyimda bir kecha qola olasanmi? Betayin ahmoq. Hali ko'rasan mendan. Shunday qilib, uning orzusi amalga oshdi. Menimcha sehr g'oyib bo'ldi. Ammo Tangxuan, qachongacha sen bunday yurmoqchisan? Ha? Kech bo'lganda kim ekan? Buni qarang-a, uyimda ko'rmaganimga ancha bo'lganda. Nega kelding? Mayli, kela qol. Jangxuyi. Animedia rasmiy Telegram kanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdi Asliddin. Keyingi qismlarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.